Davlat kadastr palatasi Qoraqalpog'iston Respublikasi boshqarmasi Elqotima filialida bugungi kunda 36.874 ta hujjat saqlanib, bundan 33.446 ta turar joy hujjatlari, 3.428 ta noturar joy hujjatlari. Oldinlari temiz stellazda turardi hujjatlarimiz. Ular batartib bir korobkada yo'q edi, bilan boylab qo'yardik. Davlat kadastr palatasi raisining tashabbuslari bilan namunaviy arxiv loyihasi asosida mobil stellazlar qurildi. Shundan 10 ta relsli mobil stellaz, 8 ta turadigan stellazlar mavjud. Bu stellazga keladigan bo'lsa, qulayliklari karton qutilar joylashgan stellaz raqami, karton qator raqami, karton quti raqami va hujjat raqami shundan topib olishga oson bo'ldi hozir. Favqulodda vaziyatlar bo'lgan taqdirda shu evakuatsiyagacha bo'lgan vaqtda hujjatlarni vaqtincha saqlab turish imkonini beradi.